Instagram profilimizni xavfsizligini ta'minlash uchun 2 bosqichli parol qo'yishni o'rganamiz. Parolni qo'yish uchun menyuga o'tamiz. Bu yerdan Center Account bo'limiga kiramiz. Bu yerdan esa parol и безопасность bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan двухфакторная autentifikatsiya bo'limi bizga kerak. Shu bo'limga kiramiz. Va bu yerdan Instagram profilimizni tanlaymiz, Facebookni emas. Instagramni tanladik. Bu yerda bizda 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqish uchun bizda variantlar bor: SMS, WhatsApp, qo'shimcha uslublar va autentifikatsiya ilovasi bor. Rekomendatsiya yashilda turibdi. Bu bizga taklif qilinyapti shu yo'li. Haqiqatan ham bu yo'li juda ham qulay. Bizda SMS ga ulab qo'ysak agar 2 bosqichli parolni, bizda muammo bo'lishi mumkin. Kelgusida SMS kelmasligi mumkin yoki bizning nomerimiz o'zgarib ketishi mumkin. Hammani ham nomeri har doim bir xil turmaydi. Har doim almashish turishi mumkin. Shular uchun bu SMS yo'li juda ham noqulay. Eng zo'r yo'li bu. Mana bu Instagramning o'zi taklif qilayotgan ilova orqali 2 bosqichli kodni olish yo'li. Eng qulayi mana shu. Ya'ni добавьте резервный способ turibdi. Mana shu rekomendatsiya usulini tanlaymiz. Bizga SMS, WhatsApp kerak emas, chunki u bosh og'riq ko'paytiradi. Shuning uchun biz ilova usulini tanlaymiz. Ya'ni bu qo'shimcha ilova talab qiladi. Xo'p. Bu yerda bizda instruksiya bor. Qanaqa ketma-ketlikni bajargan holda parol, ya'ni 2 bosqichli kodni qo'ysak bo'ladi biz. Birinchi o'rinda Google Authenticator degan ilova bor. App Store'da, Google Play'da, Play Market'da bor. Uni birinchi skachat qilishimiz kerak telefonimizga va skachat qilib bo'lganimizdan so'ng mana bu ikkinchi qadamni bajaramiz. Ya'ni скопировать ключ deyapti. Buni ключni kopировать qilamiz. Kopировать qildik. Mana kopировать ключ tugmasini bosdik. Endi ilovadan chiqib ketamiz Instagramdan. Mana Instagram ilovasining tagida Authenticator degan ilova turibdi. Bu Google'niki. Bu yerda biz 2 bosqichli parollarni boshqa servislarda ham boshqarsak bo'ladi. Bu yerda Instagram, xohlasak Facebook, Target kabi profillarni boshqarsak bo'ladi. Xohlasak bundan ham boshqa usullari bor. Google akkauntlarini ham boshqarsa bo'ladi. 2 bosqichli parollarni hammasini boshqarsa bo'ladi. Bizda bu yerda ko'rib turibsiz, kodlar yangilanyapti. Bu yangilanish vaqti bizda 1 daqiqani tashkil qiladi. 1 daqiqadan so'ng yangi kod ishga tushadi. Eski kod esa ishlamay qoladi. Shuning uchun bizga bu xavfsizligini maksimal darajada ta'minlab beradi. Xo'p, ilovaga kirdik. Agar siz yangi o'rnatgan bo'lsangiz, bu yer bo'm-bo'sh turadi. Va eng pastda o'ng burchakda plus bor. Plusni bosamiz. Boya biz ключni kopировать qilgandek, endi ввести ключ настройки tugmasini bosamiz. Ya'ni bu yerga biz kodni kiritishimiz kerak. Bu kopировать qilgan kodni kiritishimiz kerak. Birinchi o'rinda akkaunt nomini yozib qo'yamiz. Akkauntimizning nomi. O'zimning akkauntim nomini yozaman. Yozdim. Endi ключni kiriting deyapti. Ставить qilamiz, ya'ni paste qilamiz. Kopировать qilganimiz narsamizni paste qilamiz. Tip ключа va времени, ya'ni vaqt bo'yicha tanlangan va добавить ni bosamiz. Qo'shildi. Endi bizda 2 bosqichli parol deyarli yondi. Oxirida ko'rib turibsiz, Asilbek NB. Profilning nomi turibdi 371 038. Mana vaqt ketyapti. Kod vaqti tugayapti. Mana shu vaqt tugagandan keyin bu kod ishlamaydi. O'sha so'ragan joyga kiritsak ishlamaydi. Endi Instagram ilovasiga qaytamiz. Instagram ilovasiga qaytamiz. Chiqib ketib qoldi. Qaytadan kiramiz. Hop. Qaytadan kiramiz o'sha joyga, kerakli joyga. Parol и безопасность. Двухфакторная аутентификация. Instagram profilini tanlaymiz. Hop.
Hop, bu yerda chiqib ketib qoldi. Endi yana boshqatdan tanlaymiz. Boshqatdan. Yana kopirovat qilamiz. Ключ eskirgan bo'lishi mumkin. Yangitdan qo'shamiz. Hop. Profil 1 deymiz. Ключni bu yerga kiritamiz. Stavit. Endi добавitni bosamiz. Qo'shildi. Instagramga o'tamiz. Instagramga o'tdik. Endi Dalini bosamiz. 3-qadam. Dalini bosamiz. Mana kodni kiriting deyapti. Xo'p, bu kodni qayerdan olamiz? Xuddi boyagi ilovadan olamiz. Ya'ni 6 talik raqam. Mana 167 296 eskiryapti, mana vaqt tugayapti. Yangisini kutamiz. Yangisi keldi. 931 960. Bu yerga kiritamiz. 961 931 960. Xato kiritmasligimiz kerak. 960. Tekshiramiz, to'g'ri. Dali. Vaqt tugamasdan kiritib olishimiz kerak. Agar ulgurmasak 1 daqiqa ichida kod eskiradi. Xo'p, tasdiqlash jarayoni ketyapti. Mana tayyor deyapti. Двухфакторная autentifikatsiya yoqildi deyapti. Gotovani bosamiz. Tayyor. Mana ko'rib turibsiz. Endi sal o'zgardi tanlovlar. Xo'p, birinchi bo'limga o'tamiz. Приложение для autентификации. Xo'p, bizda 2 bosqichli parol yoqildi. Mana yoqilgan bo'lsa, mana bu bunday oyna ochiladi. Приложение для autентификации mana yonib turibdi. Вы получите код для входа через приложение для autентификации. Xo'p. Ilovaga kirish uchun 2 bosqichli parolni kiritish yoqilgan deyapti. Demak, 2 bosqichli parol yondi. Agar biz boshqa qurilmada kirmoqchi bo'lsak, profilimizga birinchi o'rinda profilimizni eng birinchi parolni kiritamiz. Buni emas. O'shani kiritamiz. Keyin yana bitta parol so'raydi. 6 ta raqam kirit deb parol so'raydi. Mana o'sha parolni 2 bosqichli parolni kiritamiz o'shanda. 2 bosqichli parolni qayerdan olamiz? Mana bu autentifikator ilovasidan olamiz. Google'niki bu. Mana shu yerda 6 talik raqam har 1 minutda yangilanib turadi. Mana shu 6 talik raqamni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana bular eski. Buni chalg'imaymiz. Profil 1dagini kiritamiz. 216 180. Mana vaqt tugayapti. Vaqt tugashini kutamiz. Eskirib qoladi. Kiritaman degunimizcha. Yangidan kod shakllantirildi, generatsiya qilindi. 575 227 ni kiritamiz. Agar so'rasa, yangi qurilmada. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlar bo'limiga o'tib, bemalol savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Instagram bo'yicha, Telegram bo'yicha, xohlagan mavzularingiz bo'yicha qoldirsangiz bo'ladi. Kompyuter IT sohasi bo'yicha javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Agar siz 2 bosqichli parolni yoqqan bo'lsangiz, sizga yangi bitta video chiqarishim ham mumkin. Ya'ni Instagramda 2 bosqichli parolni qanaqa qilib o'chirish, o'zib qo'yish. Uni ham yangi video qilib chiqaraman. Buning uchun videomizga like bosib qo'ying. Videoni kanalga obuna bo'lmagan do'stlaringizga, tanishlaringizga ulashib qo'ying. Ularga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha